Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan birga printerning mayda shuyda problemalarini ko'tarib o'taman. Onun uchun biz buna yerga panel управления deb yozamiz. Panel desak ham bo'ladi. Ya birja angliyskada kont desak ham bo'ladi. Farqi yo'q. Enterni bosamiz. Сөйтіп, мына жерде panel управления chiqadi. Kategoriyaga kirsak, kategoriya крупные значки, мелкие значки qalag'ingiz. Masalan, mınada tursa, mana устройство и принтеры degan kiramiz. Agar sizda kategoriyada turgan bo'lsa, оборудование и звук deganning ichida просмотр устройств и принтеров degan bor. So'g'an kiramiz. Сөйтіп, бұл жерде sizga жалғам qilib turgan printerning просмотр очереди печати degan yerine kiramiz. O'sha yerda mana yuqorida HP LaserJet 1320 работает автономно degan turgan bo'lsa, printeringiz ishlamaydi. So'ng uchun biz printerga kiramiz. Работает автономно degan galchkani olib tashlaymiz. Bo'lgan. Printeringiz ishlab ketadi. Diqqatlaringiz uchun rahmat.